Assalomu alaykum. Nevroz kasalligidan shuncha dori ichyapman, lekin tuzalmayapman deb ko'pchilik fikr bildiradi. Siz nima uchun tuzalmasligingizni mana shu videoda tushunib olasiz. Albatta, videoni boshidan oxirigacha ko'rsangiz. Agar hali kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sizdan obuna bo'lishingizni so'rab qolaman, chunki bu kanalda siz nevroz kasalligi bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni bilib borasiz. Xo'p. Nega inson bu kasalda dori bilan yaxshi bo'lishi qiyin? Xilma-xil dorilarni ichgan bemorlar bor. O'zi asosiy biza 5 ta guruhda dorilarni ishlatamiz. Inson ruhiyatiga ta'sir qilish uchun. Bular sedativlar, nootroplar, antidepressantlar, trankvilizatorlar va neyroleptiklar. Agar insonda yengilroq nevroz kasalligi yo'q, yengilroq misol uchun qandaydir asabiylashgan holat bor, sal joyiga qo'yish kerak, o'zlarini tinchlanish kerak. Holatda sedativ dorilardan foydalansak bo'ladi. Sedativlarning ko'pchiligi bu o'tlardan qilingan bo'ladi. Keyin nootroplarga o'tamiz. Ya'ni insonni bosh miyani qonlashini yaxshilash, uni miyasini GAMK deydi. Gamma-aminoamoy kislotani ko'paytirib, miyasiga tinchlantiruvchi, shu tormozlovchi ta'sirini berish uchun biz nootroplardan foydalanamiz va nootroplarning ham o'tli shakli bor va kimyoviy preparatlardan tayyorlangan shakllari bor. Antidepressantlar xilma-xil turi bor. Asosiy depressiyaga ishlatiladi, lekin undan tashqari nevroz kasalligida ham shu serotoninni ko'tarib bergan evaziga juda yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Ularning ham turi ko'p, tritsiklik, misol uchun serotoninni qayta ingiberlovchi antidepressantlar, serotonin va norepinefrinni qayta ingiberlashini oldini oluvchi antidepressantlar, atipik antidepressantlar xilma-xili bor. Trankvilizatorlar, ya'ni insondagi xavotir hissini kamaytirishga yordam beradigan preparatlar. Bularda ham misol uchun turi bor, misol uchun tipik, atipigi bor, tipiklari bor, juda ham kuchli, o'sha xavotirni kuchli bostirishga yo'naltirilganlari bor. Bular og'ir holatlarda ishlatiladi va nisbatan yengilroqlari bor. Yengilroqlarining ham har xili bor, tezkor ta'sir qiluvchi, sekin ta'sir qiluvchi. Men endi atalab nomini aytmayapman, chunki nomini aytsam hozir siz o'z bilganingizcha uni qo'llab ko'rib, nojo'ya ta'sirdan keyin aziyat chekib qolishingiz mumkin. Umumiy guruh bilan aytyapman. Keyingisi neyroleptik. Neyroleptiklar ikkiga bo'linadi, tipik, atipik. Neyroleptiklarning tipiklari bular asosan shizofreniya kasalligida ishlatiladi. Atipiklari esa bular bu nevroz kasalligida ham qo'llasa bo'ladi. Tipiklari juda ham kuchli bo'ladi. Lekin shunaqa holat bo'ladi, afsuski, ko'p bo'lgan amaliyotimda bemor shifokorga borgan, yengil nevroz hali endi boshlanyapti. O'ta chuqur neyroleptiklarni berib yuborishadi. O'ta chuqur masalan trankvilizatorlarni berib yuboradi. O'ta kuchlilarini. Bemorda dorisini ham chiqarsa bo'ladi hattoki, lekin o'sha vaqtda o'ta kuchlilarni berib yuborgan shifokorlar ham yo'q emas. Bu mutlaqo xato. Bemorga imkon qadar chiqishi uchun dori tanlashda uni o'ziga ham harakat qilish uchun imkoniyat qoldirish kerak. Birdaniga siz hamma simptomni yopib tashlaydigan dorini yopib berganingiz bilan kimlargadir to'g'ri yaxshi ta'sir qiladi, dorilar o'zi bilan ham yaxshi bo'lib ketadi. Lekin kimlardir dorini to'xtatgandan so'ng o'sha simptomlar keyin yana ko'rinishni boshlaydi, kasallik yana qaytalanishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsada e'tiborli bo'lishimiz kerak. Dorilarni ichib tuzalmaydigan bemorlar mana bu narsaga e'tiborsiz qarashadi. Men qabulimga kelib ketgan bemorlar bor. Endi ko'pchilik zo'r bo'lib ketadi. Ayrim bemorlar aytishadi, "Doktor, dorilarni ichyapman, natija bo'lmayapti." Faqat fokusini hali doriga qaratgan bo'ladi, lekin mana bu yerda asosiy narsa qolib ketgan bo'ladi, xarakteri. Xarakteridagi, misol uchun nevroz kasalligi o'zi kimlar tushadi? Ichtor, juda ham tozalikka e'tibor, tozakor deymiz, ya'ni tozalikka, tartibga e'tiborli insonlar, perfeksionistlar, hamma narsa mukammal bo'lishini xohlaydiganlar, uyatchan haddan tashqari, ta'sirchan odamlar bo'ladi. Mana shunaqa odamlar bu kasallikka moyil bo'ladi. Xarakter bilan ishlash jarayonida mana shu xislatlarni yo'qotish kerak. Mana shu xislatlarni yo'qotsak, pofigizmni rivojlantirsak, beparvolikni biz rivojlantirsak bo'ldi. Kasallikdan butunlay qutulsa bo'ladi. Nevroz kasalligidan qaytalanadigan insonlar, qaytalanib qoldim deydi-ku ba'zi bir insonlar, hali xarakterini to'liq tuzatmagan bo'ladi. Shuni hisobiga kasallik qaytalanadi. Lekin ularning katta yo'l qo'yadigan xatosi faqat fokusni doriga qaratadi. Dori, mana dori tuzatadi. Xilma-xil dorilar,
olib keladi. Mana shuncha xil dorilarni ichgan odamlar bor. Qabulimga mana shuncha dorisini ko'tarib keladi. Bu dorini ichganman, u dorini ichganman, yozib bering. Ichmaganimdan yozib bering. Boshqacha zo'ridan yozib bering. Nega hech kim mana bu yerga aytmaydi. Menki uni kamchiligini aytib, tushuntirib berib, mashqlarni, tavsiyalarni beraversam, yoqmay boradi unga. Chunki o'zini ustida ishlash kerak endi. Bitta narsani tushuning. Nevroz bu kasallik emas. Nevroz bu yomon xarakter. Sizni yomon xarakteringizdan shakllangan holat, sizni yomon xarakteringizda nerv sistemangiz ko'tara olmay qoladi. Ko'tara olmayapti, chidab keladi shu vaqtgacha, lekin u ham beton emas. Oxir bu mitib portlaydi. Portlagandan so'ng sizda mana shu kasallik simptomlari yuzaga keladi. Mana shuning uchun ham insonlar dorilarni ichadi, lekin xarakterni to'g'rilamagani uchun kasallikdan chiqib ketish qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Xarakterni to'g'rilansa, xarakter o'zgarsa, nevroz kasalligi butunlay yo'qolib ketadi. Bunaqa xarakterga ega insonlar muammo yaratadigan xarakter bo'ladi. Muammo yaratadi. Ular uchun arzimagan narsa. Mana bu yerda chang ko'rsa ham shu muammo ular uchun. Mana bu narsa qiyshayib yotsa ham, misol uchun, qiyshayib yotsa ham muammo ular uchun. Bunaqa insonlar hayotda qiynaladi. Nevrozga kimlar tushmaydi? Beparvo yashaydigan insonlar. Mana bu yerda qiyshayib qoldimi, noto'g'ri yozuv xunukroq chiqdimi? Misol uchun, mana inson turibdi, mana bu chizilgani ichkariga o'tib ketib qolgan. Boyagidek perfeksionist odam nima qiladi? Mana shuni to'g'rilab qo'yadi. Mana bunaqa qilib to'g'ri bo'lish kerak. Mana shunaqa qilsa chiroyli turadi. Mana bunaqa qilib qolmashi kerak ichida. Mayda-mayda detallar qolmashi kerak. Maydalashib ketaveradi. Bunaqa inson qiynaladi to'g'risida. Hayotda yashashdan qiynaladi. Chunki har bir bo'ladigan narsa, hayotidagi har bir narsa uchun og'irlikda. Mana shu xarakter o'zgarsa bo'ldi. Mana sizlarga nevrozning eng oson kaliti. Eng oson kaliti. Hech qanaqa bir mo'jizaviy narsa kerak emas. Ichingizdan o'zgarish bo'lsa, siz muammo yaratadigan emas, muammoni ko'rmaydigan insonga aylansangiz, bo'ldi. Kasallik butunlay yo'qolib ketadi. Sizni kasallik endi bezovta qilmaydi. Siz endi erkin insonga aylanasiz. Ozod qushga aylanasiz. Freedom. Ya'ni ozodlik sizda bo'ladi. Dorini qo'llash kerak, faqatgina sizga qo'llash, yordam berish. O'sha siz eplolmayapsiz, uyqungizni joyiga tushira olmayapsiz, xavotiringizni eplolmay qolyapsiz. O'sha holatda dorini qo'llash kerak. Lekin mana bu yerda xarakter o'zgarishi kerak. Ana shunda o'zgarish bo'ladi. Mana shunda haqiqatdan tuzalib ketasiz. Buni ko'pchilik sizga aytmaydi, faqat dorini yozadi. Dorini yozadi. Lekin mana qabulimga kelgan bemorlar bilishadi. Ular bilan o'rtacha 1 soat men tushuntiraman xarakterini, nima qilish kerak, nimalar qilish kerak. O'shalarni tushuntirib, kerak sekin dorini yozib berib, ikkala tomonlama harakat qilinganda haqiqatdan natija zo'r bo'ladi. Shuning uchun doridan tuzalmayapsizmi? Hali ichyapsiz, lekin natija bo'lmayapti. Shifokorga doktor tuzalmayapman deyishdan oldin psixoterapevtga. Chunki faqat bu narsani psixoterapevt tushuntiradi. Xarakteringizni to'g'irlashingiz kerak. Xarakterni qanaqa to'g'irlashligini siz bilan suhbatlashgandan so'ng psixoterapevt xarakteringizni o'rganib chiqib, sizda mana bu narsa noto'g'ri, mana bu narsa noto'g'ri, mana bu bunday to'g'rilanadi deb ko'rsatma beradi va siz uni keyin bajarish mobaynida siz albatta kasallikdan qutulishingiz bo'ladi. Nevrozdan chiqishni oddiy, sodda formulasi mana shu. Hech qanaqa bir murakkab narsa kerak emas. O'ylaymanki video hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Bu videoni albatta nevroz yoki asabiylashadigan tanishlaringiz bo'lsa, yuborib qo'yinglar. Videoga esa bitta like, bitta komment sizdan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.